Shu yildan boshlab Turkiya o'quv darsliklarida Markaziy Osiyoni Turkiston deb nomlash joriy qilindi. Va bu to'g'risida yaqinda tarqalgan xabar juda ham ko'plab munosabatlarga, shov-shuvlarga yoki spekulyatsiyalarga, ya'ni siyosiy chayqovchiliklarga sabab bo'lmoqda. Aslida Turkiya bu qarorni shu yilning boshida, ya'ni taxminan mart-aprel oylarida qabul qilgan edi. O'quv darsliklarida, bo'lib ham tarix darsliklarida Markaziy Osiyoni Turkiston deb nomlab boshladi. Ya'ni hozirgi 5 ta respublikani Turkiston deb nomlayotgani yo'q. 5 ta respublika o'zining huquqiy nomidan voz kechayotgani yo'q. Aksincha, faqatgina tarixda bo'lgan voqelikni o'quv darsliklariga kiritib boshladi. Markaziy Osiyo tarixan juda ham uzoq muddat Turkiston deb nomlangan. Hattoki bizga Chor Rossiyasi bosib kelgandan keyin ham ma'lum bir muddat, ya'ni Sovetlar hokimiyatga kelgunga qadar 1917-18-yillarga qadar mintaqamiz Turkiston deb nomlangan. Odatda imperiyalar o'zlari bosib olgan joylarni o'zlashtirish uchun uyurlarni taqsimlab tashlaydi, bo'lib tashlaydi va bo'lingan hududlarda biriktirish qiyin bo'lgan yoki biriktirish ziddiyatlar keltirib chiqaradigan o'zliklar yaratadi. Va xuddi shunday Sovet imperiyasi yoki Chor Rossiyasi va uning izdoshi, o'rindoshi bo'lgan Sovet ittifoqi Turkistonni parchaladi. 5 ta respublika tashkil qildi va har bitta respublikada boshqa respublikadan, qo'shnilardan va bir vaqtlar bitta o'zlik ostida bo'lgan xalqlarni, millatlarni har xil nomlar bilan nomladi. Va mana o'rtada ancha vaqt o'tib bizda milliy o'zliklar paydo bo'ldi. Ya'ni kimdir bugun o'zini o'zbek deb hisoblaydi yoki tojik yoki qozoq, qirg'iz, turkman deb hisoblaydi. Va bu bugun mintaqadagi aholining asosiy o'zligi sifatida e'tirof etilib, ya'ni bizning ongimizga, siyosiy tafakkurimizga quyuq o'rnashdi va shu prizma orqali qarash juda ham kuchayib ketdi. Turkiya bu avvalambor o'zining tarixiy darsliklariga Markaziy Osiyoni Turkiston deb nomlayapti va bu yerda hech qanday yangilik yoki inqilobiy o'zgarish qilayotgani yo'q. Tarixiy fakt sifatida o'zining darsliklariga kiritgan.